Assalomu alaykum, YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan umumta'lim bilim berish agentligidan, ya'ni tarix darsligini boshlaymiz. Tarix bu 6-sinf qadimgi tarix darsligi. Bizlar buni ustozlar bilan kelishgan holda sizlarga dars qilib o'tyapmiz. Xo'p, birinchi paragraf qadimgi tarix, taraqqiyotning boshlanishi. Hozir men sizlarga tarixni, ya'ni O'zbekiston tarixi, ya'ni qadimgi dunyo tarixini tanishtiraman. Qadimgi tarix, taraqqiyotning boshlanishi, qadimgi tarix, ya'ni taraqqiyotimizning boshlanishi. Insoniyatning qadimgi tarixini turli ixtisosdagi olimlar o'rganadilar. Arxeologlar qadim zamonlardan odamlar yashagan manzilgohlarda qazishma ishlarini amalga oshiradilar. Arxeologlar nima qiladi desa, arxeologlar qadim zamonlarda odamlar yashagan manzilgohlarda qazishma ishlarini amalga oshiradilar. Antropologlar qadimgi odamlarning suyak qoldiqlarini tekshirib, ularning tashqi qiyofasini tiklaydilar va rivojlanishini o'rganadilar. Ya'ni antropologlar qadimgi odamlarning suyak qoldiqlarini tekshirib, ularning tashqi qiyofasini tiklaydi va rivojlanishini o'rganadi ekan. Xo'p, etnograflar qadimgi odamlarning ko'pgina udumlari, hozirda mavjud qabilalari va elatlarning qadimdan saqlab qolgan xo'jalik va madaniy an'analarini o'rganadilar. Etnograflar qadimgi odamlarning ko'pgina udumlari, hozirda mavjud qabilalar va elatlarning qadimdan saqlab qolgan xo'jalik va madaniy an'analarini o'rganadilar ekan. Xo'p, keyingisi, biz o'lkamizning qadimgi tarixini qanday o'rganamiz? O'lkamiz qadimgi tarixining keng o'rganilgan manbalari arxeologlar tomonidan topilgan moddiy manbalardir. Ya'ni o'lkamiz qadimgi tarixining eng o'rganilgan manbalari arxeologlar tomonidan topilgan moddiy manbalardir. Ya'ni bularga mehnat qurollari, sopol idishlar, qurol aslahlari, zeb-ziynat buyumlari, xullas qadimda inson qo'li bilan yaratilgan hamma narsalar shular jumlasidandir. Xo'p, keyingisi, yozma manbalar topilishi bilan olimlarga qadimgi ming yilliklar tarixini tiklash osonlashdi. Ya'ni yozma manbalarni topish bilan olimlarga qadimgi ming yilliklarni tiklash osonlashgan. O'rta Osiyo tarixi bo'yicha eng qadimgi yozma manba Zardushtiylarning muqaddas kitobi Avestodir. Ya'ni O'rta Osiyo tarixi bo'yicha eng qadimgi yozma manba Zardushtiylarning muqaddas kitobi Avestodir. Unga yurtimizning qadimgi tarixiy viloyatlari Baxteriya, Sog'd, Xorazm aholisi madaniyati to'g'risida hikoya qiladigan. Ularga yurtimizning qadimgi tarixiy viloyatlari, ya'ni Baxteriyaga, Sog'd, Xorazm. Qadimgi davr tarixiga doir yana bir yozma manba Behustin qoyasidagi yozuvlardir. Qadimgi davr tarixiga doir yana bir yozma manba bo'lib, bu Behustin qoyasidagi yozuv. Behustin qoyalari Erondagi Kirmanshoh shahri yaqinida joylashgan. Behustin qoyalari Erondagi Kirmanshoh shahri yaqinida joylashgan ekan. Fors shohi Dora bir buyrug'i bilan qoyaga o'yib yozilgan yozuvlarda Xorazm, Sog'd, Baxteriya sanab o'tiladi. Ya'ni Fors shohi Dora bir buyrug'i bilan qoyaga o'yib yozilgan yozuvlarda Xorazm, Sog'd, Baxteriya. Miloddan avvalgi 5-asrda qadimgi Yunon tarixchisi Gerodot turli mamlakatlarga sayohat qilib, 9 kitobdan iborat tarix asarini yozdi. Ya'ni miloddan avvalgi 5-asrda qadimgi Yunon tarixchisi Gerodot turli mamlakatlarda sayohat qilib, 9 kitobdan iborat tarix asarini yozdi. Unda o'lkamizning qadimgi aholisi to'g'risida ham ma'lumot beriladi. Miloddan avvalgi 1-asr oxirlarida qadimgi Yunon tarixchisi va geografigi Strabon Geografiya nomli asarda O'rta Osiyo xalqlari madaniyati haqida ma'lumotlar keltiradi. Ya'ni miloddan avvalgi 1-asrning oxirlarida qadimgi Yunon tarixchisi va geografigi Strabon Geografiya nomli asarlarida O'rta Osiyo xalqlari madaniyati haqida, ya'ni Geografiya nomli asarda O'rta Osiyo xalqlari madaniyati haqida ma'lumotlar keltiradi. Milodiy 1-asrda qadimgi Rim tarixchisi Kvint Kursirov Makedoniyalik Aleksandr tarix nomli asarni yozib, Makedoniyalik Aleksandrning O'rta Osiyoga harbiy yurishlari haqida ma'lumotlarni keltirgan. Ya'ni bu yerda aytyaptiki, milodiy 1-asrda deyapti. Milodiy 1-asrda qadimgi Rim tarixchisi Rim tarixchisi Kvint Kursirov
Ya'ni Rim tarixchisi kim? Rim tarixchisi Kvint Kursirov Makedoniyalik Aleksandr tarixi nomli asarni yozadi. Makedoniyalik Aleksandr tarixi nomli asarni yozib, Makedoniyalik Aleksandrning O'rta Osiyoga harbiy yurishlari haqida ma'lumotlarni keltirgan. Milodiy 1-asrda qadimgi Rim tarixchisi Kvint Kursirov, ya'ni milodiy 1-asrda qadimgi Rim tarixchisi Kvint Kursirov Makedoniyalik Aleksandr tarixi nomli asarlarni yozib, Makedoniyalik Aleksandrning O'rta Osiyoga harbiy yurishlari haqida ma'lumotlarni keltirgan. Milodiy 2-asrda Yunon tarixchisi Arian ham Aleksandrning harbiy yurishlarini Aleksandr Anabasisi deb nomlangan asar yozgan. Ushbu manbalar, shuningdek, keyinchalik yaratilgan ilmiy ishlar tufayli olimlar yurtimizning qadimiy tarixini o'rganishga muvaffaq bo'lgan ekanlar. Bu sopol lavhadagi yozuv, ya'ni bu mixxat yozuvi hisoblanadi. Bu Gerodot, qadimgi Yunon tarixchisi. Bu Avesto qo'lyozmasining sahifasi hisoblanadi. Tepadagi. Geografik jihatdan O'zbekiston ancha katta hududni egallaydi. Ya'ni geografik jihatdan O'zbekiston katta hududni egallaydi. Amudaryo va Sirdaryo oralig'i, Farg'ona, Zarafshon vodiylari va Surxondaryo voqasi o'zining serxosligi va iliq iqlimligi tufayli uzoq qadimdayoq obod bo'lgan. Qulay geografik joylashuvga ega bu zamin Sharq va G'arb mamlakatlarini bog'lab turgan. Bunda O'zbekistonning qadimgi shaharlari orqali o'tgan Buyuk Ipak yo'li nihoyatda katta ahamiyatga ega bo'lgan. O'zbekistonning qadimgi shaharlari o'tgan Buyuk Ipak yo'li nihoyatda katta ahamiyatga ega bo'lgan deydi. O'zbekistonda